Hammaga assalomu alaykum. Kecha video qo'ygandim, lekin hikoyasini aytib bermagandim. O'shani hikoyasini hozir bugun aytib bermoqchiman. Bo'lgan ta'sirli bir hikoya. Ijtimoiy tarmoqlardan oldim. Xullas, u yerda nima bo'ladi? Bozorda aravakash turgan bo'ladi. Uni oldiga bitta odam keladi. Tezroq aytib beraman, cho'zilib ketmasligi uchun. Xullas, aravakashni oldiga bitta odam keladi. Kiyimlari yaxshi, o'ziga qaragan bitta odam keladi-da, menga aravani berib turgin deydi. Ana odam hayron bo'lib qaraydi, aravakash hayron bo'lib qarasa, "Berib tur" deydi, "Mana mening pravam" deydi, "Mening mashinam kalti" deydi. 1-2 soat ishlayman de, bu aravani olib kelib beraman, ishlagan pulimni o'rtadan bo'lamiz deydi. Xullas, ana odam aravasini oladi, ketadi. 2 soatlardan keyin keladi. 10 ming so'm pul ishlagan bo'ladi, 5 ming mana senga, 5 ming menga deb oladi-da. Aravakash xursand, orqasidan kuzatib tursa, bozordan tashqariga chiqadi-da, chiqqanda bitta nogiron qiz o'tirgan bo'ladi. Ana 5 mingni oladi-da, nogiron qizga beradi. Aravakash hayron bo'lib qoladi. Shundan oradan vaqt o'tadi. Keyin shu odamni, haligi aravani so'rab turgan odamni ko'rib qoladi. Deb borib so'raydi, "Nima bo'ldi? Nimaga o'zi shunaqa qildingiz? Ko'rinishingizdan yaxshi odamga o'xshaysiz. Yaxshi mashinaga chiqib ketdingiz, kiyimlaringiz yaxshi, pulingiz ham muammo yo'q. Nima bo'ldi?" desa, haligi odam aytadiki, "Men deydi o'sha kuni hamma pulimga bozor qilib yuborgan edim" deydi. "Yonimda bir so'm pulim qolmagan edi" deydi. "Bozordan chiqib ketayotganimda o'sha qizni ko'rdim, mendan pul so'raganini ko'rdim-da, oldidan befaq o'tib keta olmadim" deydi. "Uyga boraman desam, uyim borib kelsam 1-2 soat vaqt ketadi. Ishxonam undan ham uzoqroq. Allohga jonimiz omonat, borib kelgunimizcha bormizmi, yo'qmizmi" deydi. O'sha joyda haligi so'zni aytadi-da, "Kafani cho'nchagiga o'ynaydi" deydi. Kirib shu anaqani aravasini olib pulini ishlab berib ketadi. Ko'ngli xotirjam bo'ladi. Hali aravakash aytibdi, "Men deydi har kuni bozordan shu qizni oldidan yonidan pul sanab o'taman" deydi. "Lekin biron marta e'tibor bermagan ekanman" deydi. "Shu voqeadan keyin" deydi, "aravakash har kuni topgan pulimni 3dan 1ini shu qizga berib ketaman" deydi. 3dan 1ini shu qizga berib ketaman deydi. Shu hikoyani shu joyi ta'sir qildi-da. O'zi aslida hammamiz Allohga omonatmiz. Bizdan faqat yaxshilik qoladi. Bu insonni o'zi avvalambor qalbiga solingan ekan bu yerda. Misol hozirgi kunda uncha odam masalan aytayotsa o'ziga to'q odam ertaga kelaman deb ketganda nima qiladi? Shular ham tushunganini qaraganda, avvalambor Xudo o'sha misol o'sha nogiron qizga rizqini o'sha orqali bergan, lekin kibr sindirish hammaga emas-da. Shunaqa. To'g'ri, nima demoqchiman? Shu boyagidagi aytgandek, jonimiz Allohga omonat. Bizdan faqat yaxshilik qoladi. Qo'limizdan kelgancha odamlarga yaxshilik qilaylik. Bugun qilish kerak. Bugun qilish kerak. Chunki ertani kim qarshi oladi, kim qarshi olmaydi. Faqat Alloh kerak. Shunaqa. Sizlarga ibratli bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman.